O'sha kuni insoniyat dahshatli bir narsani ko'rdi. Bu narsani ko'pchilik jiddiy qabul qilmadi. Titalar bizni yeydi chunki biz yebanmiz. Lekin bizda devorlar bor-ku. Ular bu devorlarni 100 yil ichida ham buzolmaydi. Menimcha. Yo xudoyim, onamizni qutqarishimiz kerak. Erin, tezroq bu yerdan ket. Qo'rqmanglar, men hozir hammasini hal qilaman. Ermas, xudoga shukr. Erinni qutqar. Bo'pti, Erinni qutqaraman. Erinni to'xtat, uka. Erinni sonamchi. Onangni o'zicha chopib turamiz, uka. Yo'q, ona. Bu yoqqa ovoz bermayman. Nima bo'ldi? Biz onamni qutqara olardik. Hammasiga Hermas aybdor, Hermas. Bugundan boshlab hamma titalarni bitta qoldirmay o'ldiraman. Men ularni hammasini qirib tashlayman. Hali ular meni ismimni eslaganda hammasi qo'rqadigan bo'ladi. Bu qachon to'xtaydi? Menimcha halimi. Har bir tita meni qo'limda bo'ladi. Hammasini o'zim o'ldiraman. Bilyat, ayba qilgan o'charni ovozingni suka hozir o'ldirib o'zingni naxo'y. Shunday qilib titalarni yomon ko'rasan. Yo xudoyim. Hamma-hammalarini itaraman naxo'y, qo'yvo. Harbiy maktabga xush kelibsanlar. Bu mashg'ulotlarda barchasi foydasi bo'lishi mumkin, chunki 90% baribir o'lasan. Hamma o'zingni tanishtirlaring. Men internetdagi menman. Detallar o'ldirish bo'yicha men yaxshi ishlayman. Men ham shunday. Men tirik qolsam bo'ldi. Hozirda xo'p, men hammani qutqaradigan qahramon bo'laman. Og'zingni yop, Jane. Qahramon bo'lganingda qaytib kelarsan. Qo'y, shoshmay turing. Menda bir ajoyib reja bor. Erin gapiraveradi. Sen meni bosh qahramonimsan. Jim bo'l, Marko. Hech ham odamga normalniy paxta qo'yishni bilmaysan-ey. Qo'ya. Senlar bitirganing bilan tabriklayman. Senlar endi top sertifikatli to'yib yemishsanlar. Endi menda titalar o'ldirish uchun qurol bor. Menga aytishlari bo'yicha BHKsida qurol emas ekan. Unga quloq solma, hamma titalar bemalol o'ldiraverasa, chunki titalar sening uchun hech qanday tenglashib olmaydi. Shu gaplaringni yuzimga aytib olasanmi, jala? Titalar hujum boshlashdi. Biz hammamiz titalar o'ldira olamiz. Menimcha biz titalar o'ldira olamiz deb o'ylayman. Nima haqida gapiryapsan, jan? Biz ularni o'ldira olamiz. Nega hamma baqirib gapiryapti? To'g'risi bilmayman, lekin nimagadir baqirib gapirgim kelyapti. Nima? Qarochi bir-birlariga o'tib yuqib qo'shqo'lda eshimayapti gaplari. Nima? Hamma o'chilarning o'zini biladi. Hammamiz o'lib ketamizdan qo'y. Faqat men emas, chunki men qahramon. Sen yigiting o'ldi. Qo'y, u meni yigitim emas. Hozircha izdes. Nega u menga unchalik muhim ekanligini bilasanmi? Mikasta, mana bu sharaf senga sovg'a. Yo'q, xudoyim menga sharaf bergan ishona olmayman. Va agar biz yana shunday davom etsak, bir kuni kelib uchrashishga boshlaymiz. Va turmush qurib ko'p bolalar bo'lamiz. Senga yoqdimi? Ha, yoqdi. Endi yashashimdan nima foydasi bor? Bu titani ko'rdingizmi? Bu sizningcha kim bo'lishi mumkin? Erin. Menimcha Erin. Ha, yana kim bo'lardi? Rostdan ham siz haq gapiribsiz. Xo'y, qaranglar, rostdan ham Erin ekan. Ajoyib, jala, Qarochi din naxo'y. Men yangi ishlashdan qanaqasiga bu inson bo'lishi mumkin? Bu maxluq, uni o'ldirish kerak. Erin, ularga mening inson ekanligimni so'zlash uchun senga ishonaman, faqatgina jigar iltimosiz bo'ldi, bersangchi jigar. Otmaganga! O'zini o'ldirish o'rniga devorni tiklash uchun ishlatarmiz. Nima deb o'ylaysiz? Yaxshi fikr, buni menimcha hammaga aytish kerak. Devorlarni tiklash uchun biz psixoda divana qo'y qarochi. Rejamizda ishdi. Bizning rejamiz shundan iboratki, menimcha bu dalbo'yib 200 fut balandda turganini bilmasa kerak. Ularni o'ldirib, devorlarga qandaydir qilib yibasga gapiraydi, o'tda shahzodasi qarochi. Menimcha u aniq dalbo'yib. Shunday reja, kimdadir savollar bormi? Mayli, hammasini tushungan bo'lsangiz. Erin buni eplolari deb hisoblaysizmi? Albatta. Erin, sen titan emassan, o'zingga kel. Yana bir marta shunday qil. Voy, to'xtinglar, u darvozani to'sish kerak. Men hali ularga ko'rsataman. Bir daqiqa kuting. Siz kimsiz? Liv Scoutlik legioni boshlig'i. Ha, men kapitan Livman. Bu nima edi? Bunga e'tibor berma. Demak, Erin, siz bu kalitni eslaysizmi? Qayerdadir ko'rganmisiz? Shuni aytib bera olasizmi? Ha, oldin menga dadam aytgandilar. Hoy, dada, bizning podvalda nima bor? Borib tinchgina manga o'qi naxo'y, pashol naxo'y. Otang kod bo'lgan ekan. Bu gapingga qo'shilaman. Xo'p, piyoz, kartoshka, boshqa varaq qochib olinman. Xo'p, ikkala tomon ham fikrini bildirsin. Ozod qilinsin. Zo'rlab turib o'ldirilsin. Iltimos. Bodring, chesnok. Dinimiz bunga qanday ko'riladi? Yebanski dinimizda shunday yozilgan. Har qanday g'alati narsa biz uchun o'ldirish kerakli bo'lgan narsa
maqsadar. Biz Yibanskiy ma'budamizmi, короче, Yibanskiylar qandaydir bashorat qilgan edilar. Ayblanuvchi, qandaydir fikringiz bormi? Mayli, men o'zimni qanday o'ldirmaslikka majbur qilishim kerak. Haqiqatda ham baland ovozda gapirish muammolar hal qiladimi? Ha, qandaydir muammo bormi? Ha, naxuy. Erim mazza qilayotganga o'xshaydi. Erin bundan zavqlanishni bas qiling. Yana. Erin. Xo'sh, fuqarolar bu Erin shunday zo'rlanishga rozimi? Bo'ldi, tugatdi. Qolganini bunga o'zim nazorat qilaman. Taklifimni qabul qilasizmi? O, ajoyib ha. O'chir suv. Siz uni aniq boshqara olasizmi? Axir maxluq-ku. Javob bera olasizmi? Hech qanday nazoratdan chiqib ketmaslik. Endi tushungan bo'lsang, ishlar boshlandi, xuy bi. Birolik, ikkolik va Petra. Men hammaga yoqadigan chiroyli va zo'r qizman, to'g'rimi? O'chi, detallarni yoqtiraman. Bu to'g'ri gapiryaptimi? Ha, yo'q. Balki sulviy ko'pish yo'liga chiqing. Lekin birinchi tozalaymiz. Ey xudo, seni pokiza ko'rib qol bo'ldi. Nima? Voy, to'xtang, qachongacha otlar minamiz? Taxminan 5 epizod. Nima? Biz qanday qilib bir epizoddan keyingiga o'tdik? Otda 5 epizod turish uchun shuni sarfladikmi? Bu ark nima haqida? Bu titan odamga o'xshab yuribdi. Voy, bilan hozir yetib oladi. Xavotir olmayver. Bu Ervinning qanaqadir yangi Yibanskiy rejalaridan biri. Ha, o't ochilsin. Missiya bajarildi, qo'y. Missiya bajarilmadi, bilayt, qo'y. Bular levatrada o'lgan edi-yu. Petra yo'q. Yaxshi zarba, ahmoq. Xudoyim, sen yerini yeyishni mas qildi va men to'xtana, qo'y suka to'xta. Men hammasini o'zim hal qilaman. Siz bilmadimmi, lekin bu g'irt Yibanskiy missiya deb ayta olaman. Biz uni o'sha olishimiz mumkin edi, lekin u qandaydir qilib qochib ketdi. Butun jamoam o'lib ketdi. To'g'ri, hammamiz biroz shukurlikdan. Lekin sira ham eng ayol titan bo'lib chiqadi deb o'ylamagandim. Nima uchun bu Yiban narsani o'zi qildi hol bilmadim. Lekin menda yana bir pizza reja bor, agar rozi bo'lsanglar. Qanday reja? Endi iltimos ketdik. Yo'q, bilayt, o'xshamadi. Battar bo'l Yiban. Erim menimcha titanga aylanadigan vaqting keldi. Hozir men hammasi titanga aylanib, bitta zo'rlayman. Ay, bilet pizza so'g'rayapti. Sen titanga aylanishing kerak emasmidi? Bilmayman nimaga o'xshamagan, lekin yana harakat qilib ko'raman. Yebayt, hozir naxuy o'xshamayapti shu. Erim, tezroq titanga aylan, bo'lmasa biz zo'rlaymiz. Men harakat qilaman. Tezroq titanga aylan, bo'lmasa o'ldiraman. Nima qilasan bilan? Shunaqa musor Yiban titanga aylan olmagan dalboy bizga kerak emas, naxuy o'lib ket dalboy yo'q. Bular ajrataylik, bu yoqda 18 puch bo'lyapti. Bilay, endigina uchiga kelgandi. Hozir men seni qutqarib olaman endi. Ozgina sabr qil. Yo'q, mana vrot suka, nima bo'pti bu yoqda chale? Qo'ch. Xo'sh, Ervin, seni Yibanskiy komandani titanlar o'ldira olmadi va endini ham o'ldira olmadi. Короче, endi biz hammamiz o'lib ketamiz. Yiba. Tezroq bir narsa qilna qo'rqmang. Menda bir biznes reja bor. Naxuy, onamni qutqarishimga yo'l qo'ymading, dalbayum, naxuy. Meni kechir, men seni titanlardan rosa qo'rqqandim. Agar shu yoqdan chiqib ketsam, itaraman. Axir men senga aytayapman-ku, titanlardan qo'rqdim va men hech qanday ma'lumotga ega emasman. Yebayt, naxuy, unda titanlar o'ldirishga kirgansan, dalbayum. Men ko'p yashash uchun qurol oldiga bormoqchi edim, lekin o'sha yerga borib qoldim. Yebayt. Yebayt nima qilyapti bular? Mana bolalar, do'konimizni tugatib ham oldik. Bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasa, ovoz berdi. Animation timing, animation tarjima ham animation. Keyingi videolarda ko'rishguncha